qo'pol qilib aytadigan bo'lsa, maqsad pul topish. Lekin qanaqa topish deyiladigan bo'lsak, men o'zim mehnatda katta bo'lgan bo'laman. 6 ta 7 ta jam uzog'i bilan 10 ta odam ishlaydik boshqa bo'lgan. Hozirgi kunga kelib 80 tacha odam ishlaydi. Kirganda oddiy sotuvchi bo'lib ishladim. 1 yildan oshdi уже adashmayotgan bo'lsam. Direktor lavozimida ishlab kelyapman. Hop. Ismim Odil. Probos kompaniyasida direktor lavozimida ishlayman. Bu kompaniyaga ishga kirganimga 4 yilcha bo'lib qoldi. Oddiy sotuvchi xodim bo'lib ishga kirganman. O'zim ustimda ishlab, shu kompaniyada nechta bo'lim bo'ladigan bo'lsa, har bitta bo'limda ishlab, o'sib, ko'tarilib, hozirgi vaqtda 1 yildan oshdi уже adashmayotgan bo'lsam, direktor lavozimida ishlab kelyapman. Kirganda oddiy sotuvchi bo'lib ishladim. Sotuvchilik bilan birga kasserlik ham qilardik. Proboxda bitta dona do'koni bo'lardi, birinchi filiali. Shu o'rinda undiruvchilik ham qilardik, pul ham undirardik, boshqa qilardik. Bir vaqtda o'zida faqat sotuvchi bo'lib emas, ya'ni 2 ta mas'uliyatni o'zimizning zimmamizga olganmiz. Ishlab moliyachi bo'ldik. Qisman o'sha paytda moliyachisi endi jami kassalar menda turardi, boshqa bo'lardi. Bozorga pul chiqarish kerak, bozorga chiqarilardi. Oylik tarqatish kerak bo'lsa, oylik chiqarilardi. Keyin undan keyin shu HRlik sohasiga o'qilindi. Proboxga HR kerak deb o'yladik va HRlikni o'rganishni boshladik. Kurslarda o'qidik. Aynan HRlikni asosiy qismini shu Qo'qonga borib, o'sha yerda qolib, o'sha yerdagi ayni ish jarayonida ko'rib o'rganib kelganmiz. Ya'ni bitta joydan turib, bitta bosh ofisdan turib 5 ta biznesni, 5 xil yo'nalishdagi bo'lgan biznesni qanaqa boshqarish mumkin? Har bir biznesda xodimlar o'ziga yarasha farqli ravishda farq qiladi. O'sha yerda borib, o'rganib, keyin Proboxga ham kerakli joylarini tatbiq qilganmiz, o'rganganmiz, boshqa qilganmiz. Keyin o'sha yana ishlar unaqa ko'paydi. Biz ishga kirgan paytimizda 6 ta 7 ta jam uzog'i bilan 10 ta odam ishlaydik boshqa bo'lgan. Hozirgi kunga kelib 80 tacha odam ishlaydi. Mijozlar tarafdan nimaligini bilmayman, chunki mijoz bo'lib Proboxga kelib ko'rmaganman. Bu savolga faqat mijozligini javob bera oladi deb o'ylayman. Xodim sifatida yoki rahbar sifatida nimani ko'rishim mumkin? Asosiy narsa menimcha qadriyat deb o'ylayman. Ya'ni ishga bo'lgan muhabbat, xodimlarga bo'lgan muhabbat. Bu shunchaki ishxona emas, kelib vaqt o'tkazadigan joy emas. Har bitta xodim qachonki maza qilib ishlaydi deb o'ylayman. Ertalab uyg'onganingizda, bismillohni aytib turganingizdan keyin ishga borayotganda, ishga borgisi kelib turgan xodim bo'lsa maza qilib ishlaydi. Bunaqa holat qachon bo'ladi? Qachonki kompaniyaning ichida yaxshi muhit bo'lsa, insonlar bir-birini tushuna olsa, rahbarlar xodimlarni tushuna olsa, yoki xodimlar rahbarlarni tushuna olsa, bir-biriga bemalol o'z fikrlarini qo'rqmagan holatda bemalol ayta olsa, o'sha holatda yaxshi muhitda ishlagan odam yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Xulosa Umumiy muhit deb o'ylayman. Odatda qanaqa o'tadi? Odatda pashti har kuni bir xil o'tadi desa ham bo'ladi. Umumiy olganda Proboxda meni dam olish kunim yo'q. Men dam olmayman desa ham bo'ladi. Qachonki o'zimni shaxsiy oilam uchun kerak bo'ladigan vaqt ajratishim kerak bo'ladigan bo'lsa, ish o'rtasida ishlarimga zarar qilmagan holatda vaqt ajrataman, borib ishlarimni bitirib, yana qaytib kelib, yana o'zim ishimni qilaveraman. Ertalab har kuni o'sha kerak bo'lganda hamma xodimlar qatori soat 10 ga yetib kelamiz. Ba'zan undan oldin ham yetib kelamiz, 9, 9:30. Lekin asosiy vaqtimiz undan boshlanadi. Undan kech qolmaslikka harakat qilamiz. Agar ma'lum bir muhim bir ish chiqib qolmasa uyda. Hammada. Chunki jamoa katta, har bir jamoada o'ziga yarasha bo'limlar bor. Sotuv bo'limi bor, moliya bo'limi bor, undiruv bo'limi bor, call center bo'limi bor, yuristlarning bo'limi bor. Har bir bo'limning o'ziga yarasha mas'uliyati bor, o'ziga yarasha ishining qiyinchiligi bor. Aynan bir ma'lum bir odamdan yoki aynan bir qaysidir bo'limdan qanaqadir motivatsiya olish u juda ham ustki qarash bo'lib qoladi. Chunki hammaning o'ziga yarasha mas'uliyati bor. Misol marketing ham o'ziga yarasha dunyoqarashlari bor, o'ziga yarasha xodimlari bor, o'ziga yarasha fikrlashi bor. Har bitta bo'limning o'ziga yarasha xuddi shunaqa o'zini qarashi bor. Har bitta bo'limdagi aynan shu to'liqroq bo'ladi deb o'ylayman. Shu
bo'lim boshliqlaridan ko'proq motivatsiya olamiz. Biza ularga qancha ko'p e'tibor qaratadigan bo'lsak, ularni ishga bo'lgan muhabbatiga qaraydigan bo'lsak, ya'ni nima demoqchiman bu bilan? Tushasiz, har kuni hol ahvol so'raysiz. Shunchaki ish taraflardan emas. Avvalambor xodim o'zi qay tarzda ishlayapti. Bugungi kuni qanaqa o'tyapti? Uni muammolari o'zi qanaqa? Tushib hol ahvol so'raganingizda, xodim ham birinchi o'chirda sizdan hol ahvol so'raganda, keyin ishga yondashadi. Mana qanaqa holatimiz, mana qanaqa muammoyimiz bor deydi. Shu muammosiga qarab turib yechim berishga harakat qilamiz. Har bitta bo'lim rahbari o'zini biznesga qarab turib ish boshlagandan keyin har bittasidan motivatsiya olaverasiz. Shuning uchun xodimlar men uchun, ya'ni kompaniya uchun harakat qilib ishlayotganiga, nimaga men bular uchun harakat qilmayman deganingiz fikringiz bo'ladi. Biza ishlayotgan yo'nalish, ya'ni aynan biza qilayotgan ish nima deydigan bo'lsangiz, asosiy boshqa kompaniyalardan katta farq qilmaydi. Chunki biz asosan sotadigan mahsulotimiz bu Apple texnikalari. Apple texnikalari O'zbekistonda ham, Qozog'istonda ham, Rossiyada ham, Amerikada ham o'sha texnika. Katta farq qilmaydi. Biza berayotgan aynan biz nima sotamiz? Biz asosan muddatli to'lovga, halol nasiya savdoga mahsulotlarni biz chiqarib beramiz. Xuddi shu narsa biz ish boshlaganimizda biz birinchi bo'lmaganmiz. Bizdan oldin boshlaganlar ham bo'lgan. Biz bilan barobar boshlaganlar ham bor. Bizdan keyin boshlaganlar ham bo'lgan bu sohada. Lekin boshlagan paytlarimizda jam unaqa ko'p emas edi. Aniq bir sonini bilmayman, lekin hozirgi vaqtga qadar ko'p emas edi. Hozir qaraydigan bo'lsangiz, butun Malikada har bitta do'konda rassrochkaga, ya'ni muddatli to'lovga, nasiya savdoga mahsulotlar berishadi. Undan tashqari shaharda juda ham har bitta rayonda ko'payib ketgan u narsa. Hamma joyda bir xil, даже narx-navolar ham unaqa katta ranjisa qilmaydi. Biz faqat bizdan farq qilishimiz mumkin. Bu boraga ham o'zi mijozlar asosan javob bera oladi. Endi biz harakat qilgan narsamiz nima? Do'konlar lokatsiyasini yaxshi tanlashga harakat qilganmiz. Do'konning ichki holatini, ya'ni muhitini yaxshi qilib berish uchun imенно shu App Store'ga odam O'zbekistonda App Store do'konlari yo'q, lekin Probox do'konlariga kirganda App Store atmosferasini beradigan darajada bo'lishligiga harakat qilib do'konlar mavjud qilganmiz. Shu taraflardan farq qilishi mumkin. Maksimal darajada biz harakat qilamizki, hech qaysi bir mijozni norozi qilmasligi uchun, ularni yaxshi kutib olib, yaxshi jo'natib yuborishlikka, o'zi xohlagan mahsulotini olib chiqib ketishiga harakat qilib, yaxshi servis ko'rsatishga harakat qilamiz. Qisqa qilib aytganda shu. Endi bu savollarga yana ham shu aynan mijozlar to'liqroq javob bera oladi deb o'ylayman. Xo'p. Men o'z mehnatda katta bo'lgan bo'laman. Oshuvchasi aytadigan bo'lsam, unaqa biznesni vaqt tushunadigan darajada unaqa bilimim ham yo'q deb bilaman haligacha. Bitta nimani hisobiga men shu lavozimga ko'tarilganman deb o'ylaymanki, tirishqonligim tufayli bo'ladi deb o'ylayman. Mas'uliyatni olishdan qo'rqmayman. Chunki odam qilgan ishni odam qila oladi. Qanaqa qila oladi degan bo'lsa, shu biladigan odamlardan so'rab qila oladi. Bu ishga kirmasligimdan oldin asl kasbim povurlik bo'lgan, oshpaz bo'lganman. 6-7 yil, 8 yil bo'lsa kerak, oshpaz bo'lib ishlaganman. Shu sohada katta bo'lganmiz. Ishlaganmiz. Karantinda bo'lgandan keyin kafe restoranlar yopilingandan keyin sohamni o'zgartirish to'g'ri kelgan. Ya'ni kafe restoranlar yopilgan, uyda o'tirib qolingan, o'sha paytda pul bo'lmagan. Ish boshlash kerak. Keyin restoranlarga yoki kafelarga ishga kirishga to'g'ri kelmagan. Shu Proboxdan ish chiqqan menga. Oldin o'zi ishlagan shu kafe restoranlarda ishlagan bo'lsam yoki undan oldin boshqa ishlar ham qilganmiz, magazinlarda ishlaganmiz. Mehnatda katta bo'lganmiz. O'tlarda ham yaxshi достижениyalarga erishganman. Ya'ni oddiy sotuvchi bo'lib turib, kassir lavozimligiga ko'tarilganmiz, magazinda ishlab yurgan paytlarimiz. Shu kafe restoranlarda ishlaganimizda oddiy povur bo'lib kirib turib, shef-povur, sous-shef darajalarigacha ham chiqqanmiz. Biror bir ish etishsa, maksimal darajada qilishga harakat qilardim o'zi. Takже faqat men ishim faqat shu определённый bitta ishga qaraltirilgan, faqat o'sha ish qilishim kerak degan g'oya bo'lmaganman-da. Shu ish menikimi, meniki. Bo'sh qoldimmi, boshqa ishlarni ham o'rganishga harakat qilganman. Eskidan shunaqa anaqam bo'lgan. Proboxga kirganimda umumiy olganda pul topishni boshqacha yo'lini ko'rganman.
Ya'ni inson ertalabdan kechgacha mehnatda bo'lib, tikka oyida turib, pul topmasdan turib, aql bilan ham ishlab, to'g'ri yo'naltirsa, fikrlarini yaxshi qiladigan bo'lsa, yaxshi pul topsa bo'lish imkonlarini ko'rganmiz. Lekin bu degani u yerda ham, bu yerda ham bir xil mehnat qilingan. Oila bo'lsa kerak. Endi bilmayman bu qanaqa bo'ladi. Oila bo'lsa kerak. Chunki bu yerdagi xodimlar hammasi bir-biriga juda ham ahil, bir-birini hurmat qiladi. Kerak bo'lsa poddержка qiladi. Maqsad nima u? Qo'pol qilib aytadigan bo'lsa, maqsad pul topish. Qo'pol qilib aytadigan maqsad pul topish. Lekin qanaqa topish degan keladigan bo'lsak, oldin bizneslarga qanaqa maqsad qo'yilardi? Misol 5 yillik, 10 yillik maqsad qo'yilardi. Hozir 5 yillik, 10 yillik maqsad qo'ya olmaysiz. Chunki bozor yiliga o'zgaryapti hozir. Hozir bir maqsad qo'yasiz, 3 yillik yoki 4 yillik maqsad qo'yasiz-da, men bunaqa narsa qilaman deysiz. 1 yil o'tar o'tmas turib nimadir chiqib kelyapti. Misol, u o'sha chiqib kelgan narsa sizni yo'nalishlaringizni o'zgartirib yuboryapti. Misol aytishim mumkin sizga hozirgi kunda misol kelajakda islomiy bank bo'lish niyati bor deyishim mumkin. Lekin noto'g'ri bo'ladi. Chunki islomiy bank bo'lish oson emas, boshqa emas. Hozir biz mana bunaqa hozirgi vaqtdagi esa nima? Aynan shu Apple texnikalarini raskrochkaga berish, shuni ustida yengillashtirish, undan tashqari servislar ochyapmiz hozir. Bu servislar orqali odamlarni og'rig'iga yechim berish. Ya'ni hozirgi kunda nima qiladi odamlar servisga borganda, misol Malikada deysizmi yoki ko'chadagi anaqalarga borasiz, telefoningizni olib borasiz, boshqa qilib unda topshirasiz. Bizdagi servis qanaqa bo'lishi kerak? Bizlar xohlayotgan servis, siz telefoningiz buzilib qoldi, uyingizda o'tirgan holatingizda, brokerga murojaat qilgan holatda qilasiz. Broker sizga telefoningiz nima bo'lganligini taxminan aniq qiladi. Xohlasangiz siz uyingizga kelib turib telefoningizni olib, siz ishlatib turishingizga sizga отдельно boshqa telefon berib, telefoningizni olib ketib, tuzatib, yana sizga telefoningizni qaytarib olib kelib beradigan darajada bo'lishini ko'rmoqmiz. Ya'ni udobство yaratmoqchimiz hozirgi kunda. Servis taraflama. Shu yo'nalishga qarab ketmoqchimiz. Hali bu ustida ishlayapmiz, ijro qilyapmiz, hali tayyor bo'lmagan narsa. Endi bu yo'g'ini kelajakda ko'ramiz-da. Alloh kimsani barakasini bersin. Ne deymiz?